hayo shunday narsaki, kim o'sha fahsh so'zlarni gapirsa, so'kinada har xil gaplarni gapiradi, shunga o'xshagan narsalarni gapiradigan bo'lsa, masalan, qizingiz bilan o'zingizni, farzandingiz bilan, oshna og'aynilar bilan, qo'li qo'shnilar bilan o'rtada Alloh qo'ygan bir parda bor. Ana shu hayo pardasi. Ana shu qachon yirtiladi? Qachoniki inson og'ziga kelgan shaloq gaplarni gapirishligi bilan, har xil bema'ni so'zlarni gapirishligi bilan ana shu hayo parda ko'tarilib ketgandan keyin u odamda obro' ham qolmaydi. U odamni birov mensimay qo'yadi va u odam umuman bir qadr qimmat degan narsani yo'qotib qo'yadi. Ya'ni inson qancha salobati bilan tursa, ana shuncha obro'si baland bo'ladi.